Bu yilgi bahorgi yomg'irlar juda ko'pchilikka zarar yetkazib qo'ydi, chunki fundamentdan suv kirdi, tomdan zax o'tdi degan juda ko'p murojaatlar bo'ldi. Buni qanaqa qilish kerak edi, nima qilish kerak degan savollar bo'ldi. Hozir bugun tushuntirmoqchi bo'lgan narsam bu fundamentni общий izolyatsiyasini boshidan oxirigacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda tashqi ko'rinishiga e'tibor berish kerak. Tashqi tomonini tekizlab, chiroyli qilib fundamentni, ortiqcha loylarni, betondan qolgan shlaklarni tozalab olish kerak bo'ladi. Fundament tayyorlash jarayoniga bu yana apalobkani tikish jarayonida armaturalar fundamentning ichidan o'tadi. Apalobkani yechgandan keyin teshiklar paydo bo'lib qoladi. Bu teshiklarni hammasini yopib, obработка qilib olish kerak bo'ladi. Keyingisi podushka bilan fundament ulangan joyda 90 gradusli burchak hosil bo'ladi va bu burchakni 10 sm qilib galtel qo'yib, plyontus qo'yib 45 gradus qilish kerak. Buni sababi gidroizolyatsiya hech qachon 90 gradusga qayrilmaydi va orqasida bo'shliq paydo bo'lib qoladi. Shu bo'shliqqa keyinchalik nagruzka tushadi va teshib qo'yish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Shuning uchun shu joyga e'tibor berib, plyontusini qo'yib qo'yish kerak. Endi izolyatsiya jarayoni birinchi o'rinda hamma joy tekizlandi, to'g'irlandi. Keyingisi bitumli primer bilan polniy obработка chiqish kerak. Betondagi chang, boshqa narsalar hammasi obработка jarayonida yo'qolib ketadi va buni vazifasi gidroizolyatsiya bilan betonni orasida adgeziya bo'lib, yaxshi bir-biriga kirish kontaktini beradi. Keyingisi gidroizolyatsiya o'zi jarayoni hech bo'lmasa ikkita sloy 3 mm lik bo'lgan sifatli mahsulotdan qilish kerak bo'ladi. Gidroizolyatsiya qilish jarayonida nimalarga e'tibor berish kerak? Burchaklarni yaxshilab qo'shimcha kusoklar qo'yib, yaxshilab eritib yopishishini ta'minlab berish kerak bo'ladi. Bundan keyingisi penaplex qo'yish kerak bo'ladi. Penaplexning vazifasi qurilish bitgandan keyin podvalga issiq sovuqni kirgizmay turadi. Podvaldan foydalanilsa, yozda muzdekroq bo'ladi, salqinroq bo'ladi, qishda issiqroq bo'ladi. Shuning uchun 5 sm lik kamida penaplex qo'yiladi. Keyingi qilinadigan narsa общий izolyatsiyani himoya qilib qo'yish kerak. Bunga profilerinli membrana qo'yiladi. Profilerinli membranani yana bitta yaxshi tomonlaridan biri qurilish bitgandan keyin izolyatsiyaning ichi issiq bo'ladi. Har xil qurt-qumursqalar kelib in ko'rmaydi. Shuni himoya qilib zashita qilib turadi. Keyin daraxtning ildizlari kelib izolyatsiyani teshib qo'ymaydi. Buni hammasini profilerinli membrana himoya qilib turadi. Endi butun mana shu jarayonlarni to'liq qilib, yaxshi qilib gidroizolyatsiya qilinsa, keyinchalik umuman podvaldan zax chiqmaydi, suv kirmaydi. Juda ham ishonchli gidroizolyatsiya bo'ladi.